Hammaga salom do'stlar. Star Wars kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi videomizda Minecraft, lekin 10 daqiqada olmos topolmasam Minecraftni o'chirib tashlayman. Agar sizlar videoga qulay o'rnashib bo'lsanglar, yeb ichgan narsa olib kelib olinglar va men videoni boshlayman. Aytgancha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmaymiz. Let's go. Do'stlar, o'zimga boshlang'ich predmetlarni yasab oldim. Endi bizning navbatimizda endi bizning galimiz temir topish. Temir bo'lsa Minecraft birinchi qoidasimiz. Hozir birinchi mana bu biyomni ko'raysiz, qishloq biyomi ekan. Chunki bu yerlar oddiy biyomda qishloqlar ko'p bo'ladi. Bu yerda g'or, menimcha tupik, qorong'u. Lekin qorong'ida ko'rmaydi. Qishloq bo'lsa endi qishloqda temirchining uyida ham kamdan kam almashib qolishi mumkin endi. Tak, really yo, bu yoqda ham tekstur ham tugagan уже. Nima ham derdim mana. Haqiqatan temir ko'lasi bo'ladi Minecraft birinchi qoida. Bizak mashdan ko'laylik. Ko'rimsiz zotda mashdan temir chiqadi. Ketdi. Qorimiz och qolibdi, olamiz. Ana etdim sizlarga, etdim ko'nglim sezyapti dedim sizlarga mana. Uje temir 4 tami? Oho. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta menimcha. 9-chisi ham bor ekan. Deshdim. Endi tepaga chiqib qolamiz. Hola, нормально. Ko'rasizlarmi? Уже tikirili balandligi tushdan oldin уже temir topdik. Hop tak, ko'zimizga pechga solish kerak edi temirlarni pishirish uchun. Men temir kirka yasamoqchi bo'lib o'tirman. Mana shu tarakamiya bilan hop tak. Pechkamizdan voy, ko'mir yo'q-ku bizda. Da, normalni yengilanish do'stlar. Do'stlar, aytgancha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Sababi bu kanalimdagi birinchi video. Podeshka qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Agar podeshka bo'lsa, men ham shunchaki sifatli kontent chiqarishga harakat qilaman. Sizlardan like va podpiska, mendan esa sifatli kontent. Kelishamizmi? Kelsa davay unda. Hozirroq pastga tushib like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tak, o'zi skeletdan o'zga o'tdi. Mana shu atrofda g'or yana o'tdi. Ma'lum e'tibor qilmaymiz. Tak. Shu yo'l topish kerak edi, kovlashgacha. Do'stlar, nimaga ekranga vaqt qo'ymayapti desanglar, men oldimga telefon qo'yib qo'yib, sekundomer qo'yaman. Oxirida aytaman qanchada topganimni. Oxirida aytaman. Xotiramanglar. Ya'ni aldayapti, shunaqa qolibdi deb. Tak, уже tepaga chiqib qolamiz. Normalniy. Bu menimcha taxta bilan chiqamiz. Toshimiz yo'q. Tak, bo'ldi. Nimasi? Kravat yasamoqchi edim. Bo'ldi, normalniy. Shu ko'mir yo'liga yomon alam qo'yibdi-da. Nima endi temirlarimizni taxtada pishiramiz. Tak, уже mana temirlarimiz ham pishdi. Olamiz. Hop, tak. Mana otlarni yurib. Guchingiz ham pishdi, normalniy. Temir kirkani bemalol yasa olamiz va olmos sotganimizda bemalol olamiz. Bilasizlar, chunki toshli kirkada olmos qazisa ham olinmaydi.
Chunki nimagaligini bilmadim. Minecraft qonuni shunaqa. Tak, olmos topishing uchun temir topishing kerak. Mana qoida. Tak, endi biz yo'lda davom etamiz. Let's go. Do'stlar, menga juda ham zo'r ideya kelib qoldi. Men bu suvni artefakt o'rgatgan, olmos topish, u ham kimdandir o'rgangan, bilmadim kimdan o'rganganini. Tak, artefaktga rahmat aytamiz. Agar ishlasa, zo'r bo'lardi. Tak, hali timerda 4:38-39 bo'lyapti. Nurlanli. Tak, so'z tarafga qaraysiz. Tak, bu yerda ekan, nari tomondan borib, bloklarni qo'yib, o'rtasini ko'ramiz. Ikkita blok oldiga yurib, o'rtasini ko'ramiz. No, let's go. Tak, mana so'z 1 2 bu yo'ga mana bittadan ko'ramiz, uchinchisi. Tak, let's go. Tak, bu yerda nafas olib bo'lamiz, nafasimizni tiqilib. Hozir. Mashina bitta ko'lab olaylik, hozir mana. Bu yerga qo'yamiz, bu yerga ham qo'yamiz. Voy, fakrimiz ham yo'q-ku, yorug'likni ko'rsatish kerak. Mayli, sizlar montajda baland yorug'ni baland qilib ko'rsataman. Eslatishni sizlar ko'rib olasizlar. Men o'yinda ko'raman, lekin videoda qorong'uroq bo'lib qoldi. Voy! Voy, yomon. Oy, yo'roldiga nima yapti? Oy, yaxshim suv bor ekan. Suv bo'lmaganda pachalanib ketardim. Omadda bu ham. Tegman shaturfdan qaraylik, olmas yo'qmi ekan? Antikulili. Ko'mir bor ekan normalni. Bitta fakilasi olamiz. Lekin daraxtimiz yo'q. Shunisi ham bor. Ko'mir topasan daraxting yo'q, daraxt topasan ko'miring yo'q. Naqadar achinarli. Tak, anta temir ko'rdik. Qarshga boramiz. Let's go. Bu suvda oqib kelmasa bo'ldi, suvda oqib ketmasa bizdan topib olamiz. Bo'ldi normalni. Endi bu yerdan pastga qarab kovlashni boshlaymiz. Daraxtim yo'q endi. Do'stlar, ko'raveraman. Sizlarda balandroq ko'rinadi hozir. To'pli o'zi timerda 9:50-minut 10 soniya qoldi. Voy, xudo beshkor! Men 10 soniya qolganda topdim. Voy, qanaqa omad bu? Qanaqa omad? Do'stlar, rovno 10 minut bo'ldi. Rovno 10 minutda biz qanaqa olmosni topdik.